Assalomu alaykum kanaldagi izgurmanlar, mush vaqtinglar xayrli olsun. Men Adil Uyg'ur. Aydaman bir hoş geldinglar. Bugungi programmamiz o'tgan sonliq programmamizning davomi bo'ldi. Ya'ni o'tgan sonda shikoyat emas, hikoyat qilaylik degan edim. Hikoyatni bu yerda qandaqdir biz adabiyotdagi hikoya yozish emas, balki o'zimiz bir inson bo'lib sifatimizdan bir asarni o'ttirib chiqib, shu asarni iz qoldirish nuqtasi hikoyat degan ma'noda ishlatgan edim. Ya'ni bu sondagi program texnik yaxshi tushunish uchun o'tgan sondagi programmamizni qisqacha xulosalagandan keyin yangi mazmunga o'taman. Ya'ni falsafa jihatdan inson harakat va faoliyat bilan mavjud bo'lib turadigan bir maxluq. U passiv harakatsiz tura olmaydi. Falsafa va antropologiya nuqtasidan inson davomli iqlim ichida bo'lib, hayotning keltirib chiqargan ahvollarga va hadislarga qarata bir pozitsiya bildirishga va inkos qaytarishga majbur. Shikoyat qilish bir harakatchan bir pozitsiya. Bu pozitsiya ba'zida hal qilish chorasi izlashdan beqaraq shu ahvolni reallikni qabul qilish yoki mas'uliyatdan qachish shaklida o'tirib chiqadi. Bu shikoyat qilgan insonlar bilan bu passiv insonlar millatda mohiyatdan bir deyaydik. Ya'ni bu passiv inson millatda shu aktiv pozitsiya tutishdan qochadigan, masalalar va qiyinchiliklar bilan yuzlashishdan qochadigan, o'zini qochiradigan, vositalik yo'llar bilan norozilik ko'rsatadigan kishilar. Shunga bu passiv inson degani aktiv bir hal qilish chorasini izlashning o'rniga ahvolni davomli sirtqa döngab qo'yadigan, sirtqa ifodalash shaklini tanlaydigan bir kishilar turi. Shunga bu psixolog jihatdan amaliyotda davomli shikoyat qilish harakati odatda mas'uliyatdan qachish va chorasizlik tuyg'usi bilan munosabatlik. Shikoyat qiluvchi kishi o'z hayotidagi salbiy ahvollarni o'zgartirishning o'rniga tashqi omillarni ayblab passiv pozitsiya ko'rsatadi. Passiv kishilarmi shu bevosita reallikqa yuzishdan qochadi. G'azab va noroziliklarni vositalik yo'llar bilan ifodalaydi. Ya'ni passiv jidalxo'r shaxsiyat desak bo'ladi bunday kishilarni. Bunday kishilar amaliyotda o'zlarini davomli qadrsiz his qilishi mumkin. Davomli o'zidagi xiyoliy dunyosida yashaydi va harakat hamkorlashishdan qochadi. Bu ahvol shikoyat qilish harakatininki passiv qarshilik shakli taraqqisida o'tirib chiqishda bo'ldi. Bu sotsiologik, ya'ni jamiyat nuqtasidan shikoyat qilish amaliyotda insonning jamiyat ichidagi o'rni va munosabatlarga ta'sir ko'rsatadigan bir harakat. Yani davomli shikoyat qilgan shaxs ijtimoiy muhitda passiv rol o'ynashi mumkin. Yani atrofidagilarga bu musbat energiya emas, balki buningki salbiy energiya taqdi, passiv energiya taqdidir. Chunki shikoyat qilish ba'zida ijtimoiy masalalarga qarata aktiv hal qilish chorasi izlashdan beqaror sifatida ko'riladi. Shunga bu ijtimoiy jamiyatda bu dal shikoyat qilish amaliyotda bir jamiyatning, bir jamoatning ittifoqiga yoki hamkorligiga yoki jamoat ichida yoki jamoatning boshqa jamoatlar bilan to'g'doshlik qilishiga nihoyatda salbiy ta'sir ko'rsatadigan bir pozitsiya, mavqe, harakat desak bo'ladi. Bundaqda biz dal shikoyat qilgan yoki passiv insonniki dal zidi bo'lgan aktiv inson yoki o'z hikoyasini yoza oladigan yoki hikoya o'zi bir inson bu sifat bilan o'zining hikoyasining avtori, ijodkori bo'lgan bir inson, aktiv insonlar haqida to'xtalaylik. Yani öz hikayesini yazdıgan yoki o'z hikoyasini vujudga chiqargan inson dal mavjudiyatning aktiv barpo qilinishida muhim rol o'ynaydi. O'z hikoyasi bo'lgan inson hikoyasi o'zgacha yoki hikoyalar bilan mavjud bo'lgan bir maxluqdir desak bo'ladi. German filosofi Martin Heidegger'ninki bu Dasein deb bir hukm bor. Ya'ni shu yerda mavjudlik hukmi deb tarjima qilsak bo'ladi. Bu hukm nisbatan inson o'z mavjudligini ma'naviy ega qilishga majbur bo'lgan bir yagona maxluq. Bu ma'naviy ega qilish yoki ma'nalantirish ko'p jihatdan o'z hikoyamizni barpo qilish, yozish jarayonini o'z ichiga oldi. Bu yerdagi hikoya yozish insonniki bir asar o'tirib qo'yishni ko'rsatadi. Bu fransuz filosof Paul Ricoeur'ninki bayoniy kimlik hukmi dal shuni ifodalaydi. Inson o'z hikoyasini vujudga chiqarish orqali o'zini taniydi va ta'birlaydi. Boshqalarning, ya'ni o'zgalarniki ta'birlash yo'l qo'ymaydi. Masalan, o'zimiz nuqtaga qo'ysak, Xitoy dal bizni ta'birlash va kimlik shakllantirish orqali bizning hikoyamizni qayta yozyotdi. Biz bo'lsak Xitoyniki bizning kim ekanligimizni ta'birlab hikoya yozishiga, bizning hikoyamizniki avtori bo'lishiga, ssenariysi bo'lishiga qarshi chiqib, o'z hikoyamizni o'zimiz yozishga tirishib kelyapmiz. Aslida Xitoy bilan bizning o'tirimizdagi kurash dal mush yerda o'z ifodasini topadi. Ya'ni hikoyamizni Xitoy emas, biz o'zimiz yozamiz. Xitoy deydiki, hikoyanglarni biz yozamiz. Biz deymizki, yo'q, hikoyamizni biz o'zimiz yozamiz. Jidal kurash dal mushu nuqtani ifodalanib deb qarayman. Hikoya vujudga chiqarish yoki barpo qilish passiv bir kuzatuvchi bo'lishning o'rniga o'z hayotininki yozuvchisi, avtori bo'lishini tanlashdir. Albert Camus'ninki Sisyphos so'lini deb bir hukmni ko'rsatgandek,
ma'nisiz bir dunyodami inson o'z hikoyasini barpo qilish orqali ma'no shakllantira oladi va teshini o'z teshini xushallik bilan do'mita oladi. İtaliyalik faylasuf Giampatsina Vico'ga göre insanın özünü düşünüşü ve tarixini idrak qilishi bir hikoya barpo qilish shakli sifatida o'zini namoyon qildi. Vico'ning 18 asrda o'zi chiqargan haqiqat insho qilish degan prinsipi tushunchasi insonni faqat o'zi vujudga chiqargan narsani haqiqiy bilalaydiganligini ifodalaydi. Bu nuqtadan tariximiz va kimligimizni shakllantirgan hikoyalarimiz bizni eng cho'nqur ta'birlaydigan va aniqlab beralaydigan omillar hisoblanadi. Rus edebiyat yazık nazariyatçisi Mikhail Bakhtinki diyaloglik karşı ya tushunchasi. Hikoya vujudga chiqarishni bir taraflama aloqa emas, balki o'zaro dialog va suhbat sifatida ko'rdi. Har bir hikoya o'tmishdagi hikoyalarga bir javob va kelajakdagi hikoyalarga bir chaqiriqdir. Shu sababdan o'z hikoyamizni barpo qilish yolg'iz shaxsiy emas, balki ijtimoiy bir harakat. Bundaqda bizning nuqtamizga qarab chiqaylik, ya'ni Uyg'ur kimligi va kollektiv hikoya barpo qilish. Uyg'ur jamiyatiga nisbatan hikoya barpo qilish faqat shaxsiy ifodalash shakli bo'lib qolmasdan, balki kollektiv mavjudlik va kimlikni davomlashtirishning asosiy teshi deb qarayman. Bu nuqtadan hikoyalar bir jamiyatni, ya'ni birlashtirib turadigan ma'no to'rini shakllantirdi va avloddan avlodga yetkazilgan qarshilik ko'rsatish mexanizmi sifatida xizmat qildi. Bu Xitoyniki sistemalik assimilyatsiya siyosatlari va Uyg'ur kimligini yo'qotish urinishlari oldida biz Uyg'urlar, ya'ni o'z hikoyalarimizni yozishni va vujudga chiqarishni, bayon qilishimiz amaliyotda shu o'tmishni xotirlash emas, balki kelgusimizni qurib chiqish deganlik ma'noga keldi. Bu jarayon shaxsiy va kollektiv darajada bir mavjudlik ko'rishi bo'lib, sotsiologik, antropologik va falsafiy hukmlar bilan texnik cho'nqur tushunishga bo'ldi. Fransiyalik sotsiolog Moris Halbaux'ninki kollektiv xotira hukmi bor. Bu hukmga nisbatan ham bu hukmga ko'ra bir jamiyatniki kimlik o'rtaq maslahalar va bayonlar orqali qanday qurilganligi va davomlashtirilganligi tushuntirildi. Halbauxga ko'ra shaxslarning xotirasimi ijtimoiy kontekstda mustaqil emas. Shaxslar tava bo'lgan jamoatniki kollektiv xotirasi ichida ma'no topadi. Ya'ni demakchi, mayli bir Uyg'ur o'zining Uyg'urlik kimligini tanib yoki Uyg'urlar bilan aralashmay yashab, o'zi shaxsiy yashagan taqdirda uningki kimligi yoki harakati dal mush jamoatningki kollektiv xotirasida ma'no topadi. Ya'ni qutlamaydi demakchi. Uyg'ur jamiyatiga nisbatan kollektiv xotira tarixiy dostonlar, xalq hikoyalari, musiqa, turli adabiyot janrlariga tabi asarlar, eg'iz an'analar orqali shakllandi. Ammo Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan siyosatlari, masalan, madaniyat simvollarimizni cheklash, tilimizni cheklash, bu yig'ilish lagerlari, majburiy assimilyatsiya va boshqalar bu dal bizning kollektiv xotiramizni nishon qilayotgan qilmishlar. Masalan, an'anaviy Uyg'ur musiqasi yoki muqomlarni ijro qilishning cheklanishi yoki Uyg'urcha o'qitishning cheklanishi da kollektiv xotiramizningki to'shug'ichlarini yo'q qilishni maqsad qildi. Bundan boshqa tirik kollektiv xotirlar va masalan bizningki adiblarimiz, yozuvchilarimiz va nurg'un ziyolilarimiz turma kirib ketdi. Hozir shu bular amaliyotda kollektiv xotiramizningki to'shuvchilariga ig'ir zarba hisoblandi. Shu bunga qarshi biz Uyg'ur o'zimizdan tarix vujudga chiqargan barliq asarlarimiz, hozir Xitoy yo'qotmoqchi bo'lgan barliq asarlarimizni saqlab qolish va bizni kuchlantiradigan va taraqqiy qiladigan asarlarni vujudga chiqarish orqali bu Xitoyningki yo'qotish urinishlariga qarshi ko'rsatishga tirishib kelyapmiz. O'zimizningki qobiliyati va imkoniyati doirasida. Şu an kollektiv xotira biz faqat orzu qilinadigan bir o'tmish tasavvur emas, balki qarshi ko'rsatish va umidning bir vositasi hisoblanadi. Masalan, Abdurahmat Ko'rninki biz iz romani Uyg'ur tarixini va kurash ro'yini dastoniy bir bayon bilan jonlantirgan holda kollektiv xotiramizni qayta qurishda rol o'ynadi desak bo'ladi. Biz Abdurahmat Ko'rning asarlari albatta shaxsiy hikoyalardan bakrak bizningki jamiyatimizni birlashtiradigan o'rtaq bir bayonninki bir qismi. Shunga o'xshash Abduxoliq Uyg'urning she'rlari shunday. Ammo bugungi kunda bo'lsa Tayramut İzgil'ninki sürgündeki yazmaları Xitoyninki bastırış siyasetlerini hatırlash emas, balki muajiratdagi yoki diasporadagi Uyg'urlarniki kollektiv kimligini qayta belgilash tirishchanlikni aks ettirib berdi. Shunga bu İzgil'ninki Uyg'ur she'rlari nomli antologiyasini hem shaxsiy azoblarni hamda Uyg'ur jamiyatininki chidamchanligini she'riy bir til bilan yetkazib, bizningki kollektiv xotiramizni jonliq saqlashga rol o'ynayapti desak bo'ladi. Bu da şu meselede bu İranlık antropolog Hamid Nafis'ninki aksinilik kino deb bir hukm var. Bu hukm sürgünde yoki diasporada yaşayotgan jamoatlarning kollektivlarninki o'z hikoyalarini vujudga chiqarish va so'zlash jarayonida yetildirgan estetik zavq va bayon qilish shakllarini tasvirlaydi. Afisga ko'ra bu asarlar asosiy iqlim kinoning bir xillashgan bayonlaridan farqli holda aktivlik
aksindlik bir til işletiyordu. Yani sürgünün yurtun ayrılışınınki, hicranınki ve medeniyet aralashmasınınki iznalarını aks ettirip yurdu. Bu eserler hem kelip chiqish medeniyetiga bağlanıp turdu, yani asl manbaga bağlanıp turdu. Hem de yeni muhitlarda qayta shakllandi. Masalan, Uyg'ur jamoati nuqtasida aksiyonlik kino faqat kino bilan cheklanmaydi. Adabiyot, muzika, ko'rinma san'atlar va raqamli media qatorliq sohalarni o'zini namoyon qilish mumkin. Uyg'ur san'atkorlari aksiyonlik bayonlar orqali hem zulmni xotirlashga tirishib kelmoqda, hem madaniyat davomlashishini kapolatga ega qilishga tirishib kelmoqda. Masalan, bu Muqaddas Mijitniki yetakchiligida ishlangan hujjatli filmlar Uyg'ur muqam muzikasining besim ostidagi holatini va bu muzikaninki madaniyat qarshilikdagi rolini ko'rsatib berdi. Muqaddas Mijitning asarlari shu faqat bir san'at shaklini emas, balki bir jamoatniki, bir millatning ruhini qo'g'dash tirishchiligini aks ettirib berdi. Shunga o'xshash raqamli uslublarda Uyg'ur diasporasiniki ishlab chiqargan qisqa filmlari, muzika videolari va ko'rinma san'at asarlari Xitoyniki bayonlarga qarshi bayon shakllantirdi. Bu eserler bu İranlık antropolog Nafsinki aksitlik hukuma muvaffak halda hem Uygur kimliğinin asli ilmintini saklaydı hem de dünyavi bir görülmeli amısıga hitap kılgan şekilde zamanevi estetikle bilen arlaştırıldı. Mesela deyli bizim bu Uygur müzikisinde dolan ve muqami yoki sana usulları fakat estetik ifadeler emas, belki kollektiv xatirniki to'shug'uchlar hisoblanadi. Biroq bu asar san'at shakllarini Xitoy tarafidan xatarlik deb qaralishi Uyg'ur san'atkorlarini surgunda yangi ifoda shaklarini yetildirishga majbur qildi. Masalan, Yevropada yashayotgan Uyg'ur san'atkor Rayima Mahmud xonimning naqshlarimi hem an'anaviy melodiyalarni ishlatib kelyotidi hem de surgun tajribasiniki qayg'usini aks ettirib bermoqda. Bu akinchilik kino hukumuniki muzika sohasi bir ifodasi hisoblanadi. Bu bizning yiltizimiz bilan bog'lanishni saqlaydigan, biroq yangi bir kontekstda qayta ma'nolantirilgan bir hikoya hisoblanadi hamda. Shung bu germaniyalik faylasuf Martin Heidegger'ninki biraz burun deb o'tdik. Mavjudlik ichida o'zini ifodalash hukmi Uyg'ur hikoya mavjudga chiqarishning mavjudlik o'lchimini tushunish uchun kuchli bir nuqtai nazar taqdim qildi bizga. Heideggerning qarashicha inson o'z mavjudligini ma'naviy qilish uchun o'z hikoyasini aktiv holda quradigan bir mavjudlik. Biraz burun deb o'tdik. Biz Uyg'urlarga nisbatan Xitoyniki bu besim va irqiy qirg'inchilik siyosatlari ostida dal shu mavjudlik ichida o'zini ifodalash hukmi e, pasif bir shaxs bir Uyg'ur bo'lishni rad qilish va o'z mavjudligimizniki avtori ijodkori bo'lishni tanlash deganlikdir millatda. Hikoya vujudga chiqarish bu nuqtadan faqat bir madaniyat tajribasi emas, balki mavjudlik qarshiligi va kurash hisoblanadi. Masalan, biraz burun deb o'tdik. Tahir Ahmad Izgulniki she'rlari shaxsiy bir shoirninki sirtida bir jamoatninki o'zini ifodalashini, mavjudligini namoyon qilishni, tajalli qilish tamsil qildi. Izgulninki kechida qo'lga ilinishni kutish nomli asli kitobida bayon qilinganidek, Uyg'urlar har vaqt tutqun qilinish vehimasi bilan yashagandimi, bu şiir, muzika, hikoya va adabiy janrlar orqali ya'ni o'zlarining ma'nolarini barpo qilishni davomlashtir degan gap. Bu Albert Camusning bu shunday ma'nisiz bir dunyoda ma'no barpo qilish jasorati ideyasiga o'xshab qoldi. Uyg'urlar, biz Uyg'urlar irqiy qirg'inchilikqa o'xshash besimga duch kelayotgandimi, hikoya vujudga chiqarish orqali ya'ni o'zimizniki mavjudligini qayta quramiz degan gap. Bu psixolog Viktor Franklin logos terapiyasida insonning eng asosiy manbasining g'oyasining ma'no izlash ekanligini ko'rsatdi. Bu kitobni to'xtaldik biz programmamizda. Frank natsist yig'ilish lagerlarida yashagan tajribalariga asosan eng qiyin sharoitlardami insonning o'z hikoyasini yoza oladiganligini, vujudga chiqara oladiganligini va ma'no qura oladiganligini ko'rsatgan. Biz Uyg'urlarniki beshimizga duch kelgan fojialik hadislarmi yoki tajribalar oldida o'z hikoyalarimizni vujudga chiqarish amaliyotda psixikalik jihatdan bir qarshi ko'rsatish shundoqla davolash mexanizmi hisoblanadi. Psixolog Viktor Franklga nisbatan. Bu psixoanalist Jakos Lakinninki bu simvollik tartib hukmi. Bu hukm insonning tilla simvollar bilan reallikni qayta barpo qilganlikni o'tirib qo'ydi. Biz Uyg'ur bo'lish sifatimizdan o'z simvollik tartiblarimizni, ilmiyotlarimizni qo'g'dash va rivojlantirish tirishchanliklarimiz amaliyotda madaniy emas, balki psixologik jihatdan bir mavjudlik ko'rish hisoblanadi. Ya'ni bizningki mashrab madaniyat yig'ishlarimiz, muqam deymiz yoki bizningki an'anamizniki barliq san'at turlarimiz yoki harakatimiz, faoliyatlarimiz dal san'at ifodalari emas, balki kollektiv ruhningki davomlashini
kapalyatırılgan amla ile chet elda qilmatı yeterlik emas. Buni hammamiz aydın deb bilimi. Izli ko'rmanlar bu hikoya vujudga chiqarish va aktiv inson to'g'risida bevosita munosabat bor. Ya'ni Uyg'ur jamiyatiga nisbatan hikoya vujudga chiqarish faqat bir qarshilik shaklida emas, ya'ni mavjud qurish jarayonidir. Ya'ni o'zimizningki kimligini, mavjudligimizni barpo qilish jarayoni hisoblanadi. Bu jarayon bu germaniyalik faylasuf, nemis faylasuf Nietzsche'ninki kuch irodasi hukmi va fransiyalik mavjudlik munosabatlik nazariya o'tirib qo'ygan yoki ko'zqarashni o'tirib qo'ygan faylasuf Sartreninki harakat ichida moya shakllanadi, fikr orqali texnik cho'nqur tahlil qilina oladi. Masalan, bu har ikki hukm biz Uyg'urlarning Xitoyning assimilyatsiya siyosatlariga qarshi o'z hikoyalarimizni vujudga chiqarish jarayonida ko'rsatgan ijodiy va aktiv rolimizni yoritib berdi. Hikoya vujudga chiqarish biz Uyg'urlarniki passiv holda e, bizga Xitoyning tangan kimliklarni rad qilishni va o'zimizningki mavjudligini ma'nilik bir shaklda qurishimizni kapolatga ega qildi amaliyotda. Bu netiziningki kuch irodasi hukmi insonning faqat hayot qilishga tirishishi bilan qanoatlanmaydiganligini, balki o'z mavjudligini, borlig'ini va dunyoni aktiv holda shakllantirish orzusini ifodalaydi. Kuch irodasi fizikalik yoki bostiruvchi besim xarakterlik bir kuch izlashdan bakrak ijodiy, aktiv va islohotchi, o'zgartuvchi bir energiyadir. Shaxs va jamoatning o'z ma'nisini e, barpo qilish tirishchanligidir. Netijaga ko'ra bu irodaning eng yuqori shakli insonning o'z hikoyasini vujudga chiqarishdir. Ya'ni bir Uyg'urga nisbatan netijaga ko'ra mustaqil bo'lish yoki o'zinki o'zimizniki irodasini, taqdirimizni qaytadan qo'lga olish dal irodamizniki eng yuqori pallasi desak bo'ladi. Chunki hikoya vujudga chiqarish qalaymaqonchilik va ma'nisiz bir dunyoda shaxsniki o'z mavjudligini ma'niga ega qilishni kafolatlantiradi. Bu passiv bir qabul qilguvchi bo'lishdan chiqib, hayotniki aktiv bir ijodkori va avtori bo'lishni talab qildi. Uyg'ur jamiyatiga nisbatan kuch irodasi Xitoyniki sistemalik assimilyasiya siyosatlariga, ya'ni til cheklamalarga, madaniyat simvollarining bostirilishiga, yig'ilish lagerlari, madaniyat va irqiy qirg'inchiliklarga qarshi bir qarshilik sifatida o'zini namoyon qildi. Xitoyning siyosatlari Uyg'urlarni passiv bir o'ringa tushirishni va ularning hikoyalarini vujudga chiqarish qobiliyatini yo'qotishni nishon qildi. Biraz urum ta'kidlab o'tdik. Uyg'urlarning o'z hikoyalariniki, ssenariylarininki, hayotining avtori va ijodkori bo'lish huquqini qo'ldan tamoman tortib olib, o'zlari Uyg'urlarninki hikoyalariniki, ssenariylarininki, hayotininki avtori va ijodkori bo'lishi uchun sistemalik siyosatlarni izchil yo'l qo'yib kelmoqda. Ammo biz Uyg'urlar hikoya vujudga chiqarish orqali bu bizga tingilgan holatni rad qilishga va kuch irodamizni namoyon qilishga qurbimizni yetishga tirishib kelyapmiz. Ammo nurg'un kuch irodamizga ehtiyojimiz bor. Netiza nuqtasidan. Shunga netizaning ko'z qarashini qaraganda, biz Uyg'urlarniki hikoya vujudga chiqarishi faqat bir mudofaa mexanizmi emas, balki bir ustunlik izlanishidir. Netizaninki ustun insonda bir ko'z qarashi bor. Bu ko'z qarashga qaragan ko'ra o'z qimmatlarini yaratadigan va qalaymaqonchilikqa qaramay ma'no quradigan shaxs. Biz Uyg'ur bu suhbatimizda assimilyasiyaniki qalaymaqon va yo'qotadigan ta'sirlarga qarshi o'z hikoyalarimiz bilan o'z qimmatlarimizni va kimligimizni yaratishga tirishishimiz kerak deb o'ylayman. Bu dal kuch irodasiningki eng yuqori shakli, eng yuqori ifodasi desak bo'ldi. Ya'ni o'z mavjudligini bir hikoya sifatida vujudga chiqarish va bu hikoyani kelajak avlodlarga yetkazish. Bundan boshqa yana e, Xitoyniki biz Uyg'urlar qaratgan siyosatlari amaliyotda bizni moyat jihatdan itoatchan, kimliksiz va passiv bir millat qilishga qartilgan. Ammo biz Uyg'urlar deyiladi. Sartreninki felsefasiga uyg'un holda bu tangan moyatni rad qilib, kurashlarimiz bilan o'z kimligimizni qurishga tirishib kelyapmiz. Masalaga bir diniy va ma'naviy o'lcham ostida qarashga to'g'ri keldi. Bu nihoyatda muhim. Islomda xalifa hukmi bor. Bu xalifa hukmi insonniki yer yuzida ijodkor, mas'uliyat egasi, shundaqla hukmron bo'la oladigan bir mavjudot yoki maxluq ekanligini ifodalaydi. Inson faqat dunyoda yashaydigan emas, balki dunyoni barpo qiladigan, taraqqiy qildiradigan, insho qiladigan, quradigan, go'zallashtiradigan bir mavjudot yoki maxluq. Mashhur islom faylasufi Ibn Xaldunniki umron hukmi madaniyat qurishning barpo qilishning inson faoliyatiniki eng yuqori shakllaridan biri ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni demakchi, biz madem Uyg'urlar islomga e'tiqod qilamiz, islom bo'yicha yashashga tirishyapmiz,
Şoň halife ukumyningki mazmuni boýunça, roýy boýunça yaşaşga tirişiş däl hikaye berpa kılışyň däl özü. İnsanın fakat ibadet kılgan emas, belki dünyada güzellik ve adalet kurulgan sufizm bu bizimki bu düşüncemizde, İslami düşüncemizde mühim tesiri iyi dep karayma. Sufizm dedik insanın kamil düşüncesi, yani kamil insan hukumu. İnsanı fakat ibadet kılgan emas, belki dünya däl özü dep karayma. Şoňa halife digen bu hukumun roýyçy yaşaşga tirişmasak, şu harınlıgan gep, bunu hemmimiz näet ýaxşy bilimiz. Yani şikayetin ornuna pasif insanga kep kalmaz. Halaty kep kalmaz. Bu sufizm, yani sufizm bizim İslam düşüncemizde hali bir çoğunkur yıldız tatkan dep karayman. Sufizmde insani kamil insan hukumba da güzellik, doğruluk, adalet kurulgan bir mahluk ekenligini ta'kidleydi. Ahmet Yesevi, Yusuf Hasacip katarlyk peýlasoplaryň eserleri insanın aktif hikaye vücudga çykyryş mesuliyetini mäni bir ölçem süptide bekitdi. Hulasalap etkä wagtynda hikaye vücudga çykyryş insanyňki öz mevcudlukny namaýan kılışı. Hikaye berpa kılış, pasif bir kubul kılış ornuğa aktif bir mevcudlukny hareketini tanlaştır. Peýlasoplar, psikologlar, sosiologlar ve din peýlasoplary her xil ukumlar bilen ifade bolsunmy, insanyň özüni reallaşdyrışynyň, ýani namaýan kılışynyň en asas şekillerinden biri öz hikayesinki yazgıçysy, aptory, ijadkary boluşydyr. Biz Uygurlarga nispeten bu fakat bir medeniýet ifadeleş şekli emas, mevcudlukymyzdaki zürriyeti. Zulumga karşı duruş näet muhim. Ama fakat inkasy hareket kılışyň ornuga, wagtlyk inkasy hareket kılışyň ornuga öz kollarymyz bilen toğra, güzel, uzun müddetlik täsirige güzel eserlerini oturup koyuş, öz hikayemizni aktif bir şekilde vücudga çıkırıştır. Bu fakat şahsi emas, kolektif bir mesuliyet ve gelecek evlatlarga kaldırılgan en kıymetli miras. İnsanınki öz hikayesini yazışı ameliyatı, öz mevcutluğunki mahiyetiga sadık buluşun bir ifadesi. Bu yaratılış gayemizni baykaş ve moşu terikide qattilik bilen meniş hesaplandı. Anlık bir insan buluş, aklımızı ve kalbimizni bir nimige okşaş deyimiz, kompas okşaş, işiltip, üzümüzni ve etrafımızı mäniga qilish. Malumatka ve ilimge teşna bir zihnimiz bilen okuşninki, tirişişninki, izlenişninki, tadqiqatning ve taraqqiyotninki izlenmeniş ve bularni qoğuşuş. Özünün hikayesini yazalaydigan bir insan özgülerninki sayesinde ve iradesiz bu yaşaşını qat'iy rad qildi. Erkinlikke ega chiqdi, özünün erkinligiga ega chiqdi. Fakat haqiqatga ve özününki vicdaniga itoat qildi. Ve özü kudret igisi dep qaragan güçke itaat kıldı. Başka insanlar tangan yollarga, herkes şekillerge, turmuşka, medeniyetke boyun igişinin ornuğa özünün kaderiyetlerini, öz kaderiyetlerini şekillendirgen bir hayat sefirge ergişidi. Bu hayat seferde insan bu bilen bir eser oturup koyup nəhayət uzun müddetlik, yani mengülük bir iz berpa kılalaydı. Bu eser, yani bu hikaye vücudga çıkarış bir sanat eseri buluş mümkün, bir düşünce buluş mümkün, bir yaxşılık buluş mümkün, bir güzellik buluş mümkün. Yoki insaniyetke, özü täwägen milletke paýdasy tegadigan her qanday bir hisse buluş mümkün. Şoňa öz hikayesini yazış nokul bir şahsi bir tirişçilik emas. Bunundan sirt özü täwägen jemgyýetke, bütün insaniyetke paýdaly işlerni vücudga çıkarış diýerlik. İnsan özünü ifade edende, yani özününki kabiliyetini vücudga çıkarganda başkalarga yoki özü täwägen jemgyýetke, milletke ýurukluk çaçydy. Başkalarga ilham kaynağı menbäsi boldy. Ve bu emniyette menmençilikden şahsiyetçilikden yirak, tuğdaşlyk roýyga ega, hemkarlykny esas kılgan undaq bir hayat şekli. İnsaniyetning yoki biz Uygur bölümimiz bilen Uygur milletininki ortak yaxşılıkyga hisse koşuş, söýgü deyimiz, mehr-muhabbet deyimiz, adalet deyimiz, merhametke okşaş, bu universal kaderiyetler bilen teň bille kıymetli boluş hesaplandy. Şoň kelgüside güzel, yaxşı ve toğru bir hatırlar bilen, eslimeler bilen esleniş däl muşu insanyňki özünün hikayesini berpa kılış bilen näýet zik münasibetlik. Şoňa bu fakat bir nimele emas, muwaffakiýetli emas, aynı zamanda samimiyet bilen, dürüstlükimiz bilen, şundakla özümüzdeki işçiden çıkan bir ömür bilen mümkün boluş mümkün näýet irademiz bilen.
Şuna özümüzün öz hikayesini yaza algan insan, özünki keyinde kaldırıp koygan eslemleri bilen, eserleri bilen, özgülerinin kalplerinde ve zihinlerinde yaşaşka duam kıldı. İnsan da emniyette hem de. Bu dünyada mı, ahiretde mi, mənlik bir hayatqa ega qala alaydılar işinimiz. Hemen Allah'a köp rahmet.